يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Endi xo'sh, bu azan o'qib bo'lgandan keyin mushu duoni qildik. Endi muazzin qanday bo'lish kerak? Azan o'qiydigan odamniki sifatlariniki ustida to'xtalamiz hadisga asosan. Mana muazzin azan o'qigan vaqtida jazman bu azonidan jazman xolis livajillah bo'lish kerak. Faqat bu azondan men Alloh mushundaq namozni o'qishni namozning vaqtini mushuna bildirdiganga Alloh menga nasib qilibdi. Mushu nasib qilish orqali menga bu Alloh taolo nasib qilgandan keyin buningki savobini faqat men Allohdan kutishim kerak deb xolis vajhillah qilish kerak. Chunki nimishki unda deymiz mana Osman ibn Abil As radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qildi shuna deydiki dedim men ya Rasululloh meniki qavmimniki imomi qilsam bir imom bo'lay desam payg'ambar alayhisolatu vasallam dediki sen shu sening qavmingniki imomisan. Unda bo'lgandan keyin sen ular uchun muazzin ya'ni imomchi bo'lgin. Sen ularni bir muazzin onun içinde sen imam bo'lgandan keyin sana nisbeten şu namazı yığıdığan, cemaati toplaydıgan mescidke muşundaq qilish uchun sen bir ecir almaydigan, halis vajillah deb azan o'qiydigan bir kishini muazzinlik uchun tutqin, muazzin qilib beketkin degan. Ana o'g'andan keyin mana bu hadisga asosan hem payg'ambar alayhisolatu vasallamning sahobilik qilgan yana bir rivoyatga asosan mana payg'ambar alayhisolatu vasallam shuna degan. Mana muazzin o'zidagi azoniga hech qanday bir ajr tutmasin, ajr olmasin degan. Unda o'g'andan keyin buning asosan muazzin azan o'qilishdagi o'qish maqsadi xolis vajillohki Alloh taoladan buniki savobini Allohdan kutish uchun kerak. U muazzin atdiganda turib mana namozning vaqtida azan o'qish, davomli namozniki vaqtini qachon keldi, qachon chiqdi buni uchun muşunda takip yani sürüş turduğan bir kişi. Ana oğandan keyin bununla berilgan ajrçu favqulodda bu ajrni bu dünyada tüketmay, onu o dünyada bo'lgan Allohdan kutish kerak. Ama bu adamga nisbatan Allah xolis vajillah qilibdi. Xolis vajillah ko'nglidan niyatida, ama unuki tabii ikki yo'l orqali mesela zamanımızdagidek, mesela muash, mesela İslam devletlerigidek bunda bir ajr sirtdan bunda ne qilibdi bu adam davomli namoz o'qiyman, namozning vaqtini o'qitiraman deb namozning ishi bilan mashg'ul bo'lib, ya'ni bizning ishimiz bilan mushunda dunyo yuzidagi turmush ishdan mahrum qilib qoladi ekan, biz unda bo'lgandiki buning asosan mushu odamniki turmushni qamdashga biz bir oylik yoki digerledek munda bir narsa bekesse o bolu demdi. Yani bir vasıta men azan o'qish orqali men o'zimning turmushni qamdaydigan bir kasb qilish orqali yani bir xizmat deb bu qilsa bu bo'lmaydi, to'g'ri bo'lmaydi. Ama o odamning ko'ngli xolis vajillah ekan, ama ikkinchi bir shaklda ya boshqalar tarafidan mushuna turmushni qamdaydigan, mushunda qilish orqali oylik to'xtatib beribdi. Bunun hech qanday bir nemisi yo'q, karoyati yo'q. İkincisi endi muazzin azan o'qigan vaqtida jazman tarat bo'lish uchun kerak. Cho'ng va kichik taratidan pokizchi bo'lish kerakki, junub bo'lmasligi kerak, taratsizchi bo'lmasligi kerak. Davomli mushu taratning ustida turib azanchi o'qilish kerak. Yana bir uchinchi dikkat qiladigan ish muazzinning azan o'qigan vaqtida bu muazzin kaskemas tarafga o'qimasligi kerak. Muazzin jazman qibla tarafga qarab mushundaq azan o'qishi kerak. To'rtinchi taraf dikkat qiladigan ish mana azan o'qigan vaqtda muazzin o'ziniki mushu bo'ynini o'ng va so'l tarafga mushundaq deyish kerak. Ya'ni hayya alas salat degan vaqtda o'ng tarafga, hayya ala salat degan vaqt so'l tarafga, hayya ala falah degan vaqt o'ng, yana bir qata hayya ala falah degan vaqtda so'l tarafga qarab deyish kerak. Nima uchun?
Çünkü bu azanni o'qishdagi maqsadi kishilarni namozga uchun chaqirish, namozning vaqti bo'lib qolganligini uqtirish bo'lgan ekan, bu odam jazman mana namoz o'qigan vaqti uttuqunda qarab turmay, ikki tarafga qarab bo'lsa, shu ikki taraf shu bo'yinni ikki tarafga qarab yuzishib tursimi, mushtaqcha o'qishchi kerak. Endi bir 4-chi, 5-chi diqqat qilgan shu muazzinlarningki, muazzin yüz azon o'qigan vaqt o'zida yüzdeki ikki 5 maraq ishorat barmog'ini yüzning ikki qo'liqqa tiqib turib, bunda azon o'qish kerak. Chunki bunda qolgan vaqt o'zida ovozniki nayt ko'tarango, ruhliq, jaronliq, ullik chiqishga buniki foydasi bor. 6-chi diqqat qilgan shu muazzinlarningki, men ovozini nayt va ko'tirish kerak. Yani şu yüzdeki avazın ne kadar ne koludu, yedidu şunun kadar, kuçu yetken kadar toğlap, işte çıraylık bir şekilde azançı okuş gerek. 7-ci dikkat kıldığı iş muazzin azan oku vakti de aldırmay okuş gerek. Yani azanı horrorda tekbirde horror okup ketmey, aldırmay durup, tinip, taz özcey tok tutup avazı taz çıkkıdek takdirde caranlık, şunda bir çıraylık bir şekilde okuşu gerek. Yeni bir 8-ci dikkat kıldığın şu muazzinlarınki, muazzin şu azandaki sünnetini, bunu çok biliş gerek, hem namazdaki vaktini biliş gerek. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın hadisi de, sizin muazzinler sizin işinlik olan en yaxşı takva, muttaqi olan kişi bolsun dedi. Anda oğanın yaxşı takva, muttaqi degan kişi, yani İslam dinininki, bulup namazdaki ahkamlarını, qaysi vaqtda namazın vaqti kirdi, qaysi vaqtda chiqadi, muazzin qanday qilish kerak, masjiddagi tozligini va uni boshqa bütün masjidlardagi pokizlik, tozalik ishlarga, tartib ishlarga diqqat qiladigan, mushunda bir saq salomat, aql o'shi joyida, muttaqi, yaxshi, ubdan bir odamchi bo'lish kerak. Bu Payg'ambar Aleyhisselam'ın hadisi shu bekitilgan. Bu yeni birisiga anadikan, muazzinniki azan o'qilgan odamniki cazmen avazı caranlık çıkıdığan, üllük çıkıdığan, çıraylık çıkıdığan çoğu buluş gerek. Çünkü bu azandaki İslam dinindeki şuarı. Yani bir taraftan namaz ne? Halklarga namazın vakti kirdi diğerliğini uqtırış olgan buludu. Anda olgan iken bu muazzin cazmen yüzüneki azını, yani muazzin olgan adam avazı nait uptan caranlık, şunda çıraylık, uptan nait üllükçü çıkan buluşu gerek. Yani bu bir sünnet. Ama avazı çıkmaydıgan xaqurun, aya yetmeydigan avazı set çıkıdığan bolsa, ikinci bir taraf qarab qalgan bir adamı onu da nefretliğin bunda bir azan okuduğu adam bolsa, muazzinlik degandekçi ubtançı bulmaydı. Yani muazzin bolgan adam degen bildir degende bildir nima arqali bildirdi? Azan, avaz arqali bildirdi. Avaz arqali bildirgen bolgandan o adamniki azan okumoqchi bo'lgan adamning jazman avazdagi jaranliq, şu naydi toğra, uptan, naydi kötürengo, çıraylık, muşta çıkışçı kerek. Hem de çıraylık çıkadım dep, bu adam yüzüneki azanını okuğa vakti üzere, muşu Allahu Ekber dep okuğa vakti üzere, şu hadistal ne degen bolsa, aynen şu şekilde çoğu değişiyor kerek. Bulmasa, bunu bilmesen, bulup mu bunu qasasan, muşu azan muazzin bo'lgan odamlar mushu arab harflarininki yalaqi mahraç gruplarını, yani harfning nada chiqarilishi bu shaklni hech bo'lmadi degan tajviddan ozroq o'sib qoidasi bilish kerak. Yani azan o'qigan vaqt o'zida nani so'zimiz, nani so'zmaymiz, so'zsak qanday bo'ladi, buning uchun diqqat qilish kerak. Shuning uchun azan o'qigan vaqt o'zida Allahu Ekber deb o'qiydi. Buning damdi mesela al dedisi hatalışıdı. Bu duruşçu emez. Yani şunun da ber değiştirme umuçu doğrucu emez. Şunun için edilse kanda da belirtilgen bolsa şunu bildiğin, şu bunca azan okuluduğun, avazı çıraylık, moğluk, caranğı, muşunda caranlık, çıkıdığın, kötüranğı, yukarı avazıdan çıkıdığın, sünnetin bildiğin, namazın kaideleri, vaktlerini bildiğin, muşunda adam buluş, edis, sünnetki muvafıkçı boğan buludu. Hoş hem muazzin azan hem de azanni şu namazın vakti kirgenligini uqturdu. Anda o an iken bir adam namazınki vakti kiriştim burun okusu, namaz okusu, azan okusu bulandı bulmamdı. Bunun da hem de Bamdat namazın başka namazlarda
şu namazniki vaqti kirishdan burun namoz o'qishga qat'iy azon o'qishga qat'iy bo'lmaydi. Endi mesela bamdat, mesela peshin deyli, peshin vaqti kirishdan burun bir qator azon o'qib qo'yay, uningdagi peshin kirgandan keyin bir qator o'qoydisi bo'lmaydi. Bu bo'lmaydi. Ammo bamdat namozida bu bo'ladi. Bamdat namazı hammamizga ma'lum uxlab qoladigan, mushuna bir vaqt bo'lgan ekan, ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadisida yana silini mushu Abdullah ibn Maktum neki azoni silni go'llabchi aldabchi qo'ymasin. Qachoniki Bilalniki azini o'qa vaqti o'zida darhol yeyishini to'xtatinglar degan payg'ambar alayhisolatu vasallam hadisi bor. Ya'ni demak, payg'ambar alayhisolatu vasallamniki davrida muazzin ikki. Birisi Abdullah ibn Maktum ko'z ko'rmaydigan, yana birisi Bilal roziyallohu taolo anhu. Abdullah ibn Maktum roziyallohu taolo anhu, ya'ni azondan burun, ya'ni namoz bandatniki kirishdan burun bir qancha soat burun namoz azon o'qiydi. Chunki u chad o'qilgan vaqt o'zida u o'qilgan azon bilan mesela Ramazan bo'lib qolsa zo'liq yeyish, boshqa vaqt bo'lib qolgan bo'lsa tahajjud namoziga qo'pib turish. Bu uni uqtirish bo'lgan bo'ladi. İkinci azan ki yani Bilal raziyallahu ta'ala'nın ki okulgan azini Bilal raziyallahu ta'ala vayn amde tangatti namaz oku dilgendiyken şu çağda okulgan azan okuydu uzat anda o andaki Bilal raziyallahu ta'ala'nın oku azini tang atkandaki buludu. Yani bu hadis asasen bamdattım başka bir vaktlardan mesela fishin, asr vakaza yahutta namazın burun unda bir azan okumuş bulmaydı ama bamdatta buçu buludu. Bunda qilish mana payg'ambar alayhisolatu vasallamniki hadisi shu sunnati sabit bo'lgan. Endi azon bilan takbirniki o'ttirsini qancha vaqt ayiramiz endi? Bir odam azon o'qidi, azon o'qgandan keyin namozni qaysi vaqtda, qanday vaqtda, qanchalik vaqtda takbir o'qiydi. Ya'ni hammamizga ma'lum namoz azon degan namozning vaqti kirganligini bildirilgan bir mashru' bir faoliyat. Unda o'qgandan keyin şu namaz azan okup, şu takbir okuş ağırlığı, şu bir adam tarat kanığı berip, tarat elip, onun deyikin mescid gelip, ülgaralıqdak bir vaqtçı buluş gerek. Anadaki takbir okusa, bu en nime muvaffıqçı bolgan buludu. Bu mene en muvaffıq bir şekil. Ama şu namaşam namazı da, qalgan namazı da işte qısaq buludu. Ama namaşam namazı da derhallıqqa yani azan o'qigan deyken bosu tuğmay aqidilla bir 5-10 minut mujna turib yoki saqlamay degandak ishtigarak takbir o'qib namozni o'qishchi bu eng nima muvofiq. Ammo bu namozning boshqa vaqtlarda azan o'qigan deyken bir odam tarat olaman deb tayyorlik qilib tarat elib kajlik orliq bo'g'idak muda bir muddatni saqlab anadayken takbirchi o'qish eng nima muvofiq ham sunnatga uygun ham azonniki moyitiga nima uygun. Anda o'qigandan keyin mush namazsham namozdan boshqa namozlarda mushna muddatdan keyin azon o'qib mana takbir o'qisa u eng yaxshi bir azon o'qigan bo'ladi. Endi birsiga anadayken azan hem tekbir deb şekil narsa var. Azanni mana tekbirni kim o'qiydi desa, mana azanni kim o'qigan kishi bo'lgan bo'lsa, shu odam tekbirchi o'qish kerak, bu sunnat. Mana azan o'qisa nima yaxshi bo'lgan bo'ladi. Endi shuningdek endi muazzin bo'lmay qilib, mesela azan o'qib ish chiqib ketdi, unidagi boshqa odam o'qisimi, hech qanday karoyati yo'q. En yaxshisi azanni o'zi o'qisa imkon bo'lsa boshqa chiqib qolmay davomli qancha muazzin o'qisa ham bo'laverdi. O'qisa eng yaxshi. Ammo u muazzin bo'lmay ya boshqa chiqib kelib yoki boshqa bir odam, mesela masjid imomi birkan muazzini yo'q. Imom mesela nima qilibdi? Azan o'qibdi. Azan o'qgandagi jamoatning bir kishi takbir o'qib, azan muazzin imomniki buyrug'i bilan bunda qilsa hech qanday bir kiroyat yo'q. Bunda o'qiyversa yine bo'ladi. Endi namazga endi qanday vaqt turamiz? Takbir o'qidi muazzin. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar deb takbir o'qidi. Takbir o'qigan vaqtda takbir o'qib bo'lgandan keyin namazga turamiz qanday chog'da desa, mana takbirni mana shu jamoat bilan nima imom ikkisi muazzin shu takbir o'qigan vaqtdagi qad qomat salat degan vaqtning o'zida anadikin bu canınızda o adam namazı kopup şu vakitte imam namazı başlap buluşçu gerek bu sünnetke muvaffıkçu bolgan buludu.
Endi azan o'qigandan keyin bir masjidda azan o'qilibdi. Azan o'qib bo'lgandan keyin bekar zarursiz, hech qanday bir zaruriyatsiz, zarur bir ish yo'q ekan. Bunda chiqib ketish u masjiddan u odam shu azanni anglab, u masjid chiqib ketib, u masjid namozi o'qimay, boshqa masjidda o'qiyman deyish toza muvofiq emas. Biz qaysi masjidda mana shu namozniki kirgan vaqti shu azanni anglasak, shu vaqtda shu yerlik masjidda ash namozni o'qib chiqib ketishimiz eng nima eng muvofiq ish. Xo'sh, endi bu azan 5 vaqt namoz. Hem şununda cümlegiço sünnet. Bazıları deydi vacip deydi, bazıları mendub ama deydi orta yani oturahal yol yani sünnet. Yani 5 vaqt namazga azan okuymiz ve onun da başka cüme namazga azan okuymiz. Bunun da başka namazlarga mesela et namazı, cenaze namazı diğerledek bunda bir namazlarga azan okusak bu bulmaydı. Bu fakat azan okuyduğumuz şu 5 vaqt namaz cümlege okuymiz, öz vaqti okuymiz. Ama qazo bo'lib ketgan bo'lsa, qazo namozi uchun mesela bir adam namozni qazo qilib o'tibdi. Qazo qilish toza to'g'ri emas. Namozni qazo qilayotgan bo'lsa, mana bu adam qanday qiladi? O adam agar imkon bo'lsa azan o'qib, ham takbir bilan shu o'qish kerak. Agar o adam bir qancha namozni qazo qilib o'tibdi ekan, qazo qilayotgan bo'lsa, o adam boshda bir qator azan o'qitib, ondan keyin har bir namozga birdan takbir o'qib, mana mundaqchu qazosini qilish kerak. Bu yalaq takbir bilan bu azan bu namozniki sunnat bo'ladi. Agar u takbirni o'qimay o'qib qolgan bo'lsa, sunnatni, namozning sunnatini tark etgan bo'ladi. Ana o'dikin biz endi qazo bo'lib ketgan namozga mush shaklda takbirchi o'qiymiz. Endi har biriga takbir o'qiymiz. Bir qancha namozni qazosi qilmoqchi bo'lsa, boshda bir qator azon o'qiymiz. Agar azon o'qimasaqmi, uni bo'laverdi, takbir o'qish bilan qazosi qilsak, u chaqda bo'laverdi. Endi bir odam endi bir shaharda ekan, ya'ni namoz o'qigandan keyin, namoz farz bo'lgandan keyin mayli u odam shaharda bo'lamdi, mayli yezda bo'lamdi, cho'l, jazir, bayoban, mushunda yiroq bir jilg'ila, mushunda sarolida bo'lamdi. Her qanday bir adam namoz o'qiyman degan odamlar men azon o'qishi ham takbirchi o'qish kerak. Ondan keyin namozchi bo'lgan bo'ladi. Agar u odam shaharda ekan, shaharda bo'lgan bo'lsa, mana masjidda azon o'qilyapti-da, azon o'qib masjid chiqamadi ya bir ishlar bilan yoki qanday bo'lib ishlar azon masjid chiqamadi. Endi u chan o'zida u odam eng yaxshisi imkon bo'lsa azon o'qib ham takbir o'qib o'qish kerak. Bo'lmagan chog'da o'zi u odam ash takbir o'qib azon o'qimay shu masjidniki aziniga o adam kifoya qilib, shuni bilan o azan o'qimaylar, mana shu takbir o'qib o'qiyversa, bu durustchi bo'laverdi. Endi ayollar uchun. Ayollarniki azan o'qishi muvofiqchi emas, makruh. Agar makruh degan harom emas degan gap qilsa bo'ladi endi. Ayollar azan o'qisa bo'ladi. Ayollar azan o'qib, takbir o'qib, namoz o'qiydi. Ya'ni azan nima emas, ammo ayollar namoz o'qiyotdi, jazman takbirchi o'qib, namozchi o'qiydi. Agar yolg'iz o'qib qolgan bo'lsa, ammo ayollar jamoat o'qibdi. Jamoat o'qigan bo'lsa, u chan o'zida men ayollar azan o'qib, unidagi takbir o'qiydi. Ayollar bo'lsa, imomi shu ayollarniki sepiniki o'ttirdi. Meni bo'lgancha bo'ladi. Ayşe radhiyallohu ta'ala anha shunday azan o'qiydi, ham takbir o'qiydi, ayollar uchun imom bo'ladi, ham imom bo'lgan vaqt o'zida ayollarniki men o'ttirsa turdi degan imom Bayhaqiniki rivoyat qilgan bir hadischi bor. Ammo ayollarniki masjid chiqish, jamoatlar o'qish u bir ayrı boshqa bir tema. İnşallah bunu da ikki darsimizda keladi. Endi bir adam masjidga azan o'qib bo'lgandan keyin masjidga kirdi, namoz o'qib bo'lgandan keyin bu qanday qiladi? U adam, ya'ni oyatda deganimizdek, takbir bilan o'qib namoz qilsa, bo'ladi azan o'qimasmi? Bu bo'laverdi endi. Endi azanga bir qancha qo'shiladigan bir narsa bor. Bu azan faqat ibodat. Yani azan o'qildi degan gap, azan o'qildi degan ibodat qildi, zikr tasbih Kur'an okudu, namaz okudu degeni bir ayın bir ibadet. Bu ibadet olgandan keyin, bu ibadetke her qanday bir adamninki aşı Kur'an, hadisde qandaq rivoyat qilgan bo'lsa, shu bo'yicha qilish kerak. Buni bir narsa evetishi, bir narsa qo'shib qo'yishga qattiqcha durustcha bo'lmaydi. Masalan,
Peygamber aleyhissalatu vesselam'daki devrde namaz vakti kirgan vaqtda yani aş şekilde azan okuydu. Namazdan burun Peygamber aleyhissalatu vesselam'a mesela durt yollaydigan, vaqiraydigan, azan okup bolgandan keyin bir narsa vaqiraydigan iş yoktu. Yani bunu hem kılışımız gerek, dikkatli kılışımız gerek. Şu azandan burun, azandaki kelimesiga biz ayeti 15 dedik, yine bir de 17 dedik. Bunuga bir kelimeni qo'shib ep qo'yilgan qattiq durust bo'lmaydi. Bizning bu ahli sunna val jamoaniki bu ibadet kısmındaki itikadiçi bu. Ama Şialar olsa Şialar'daki azanı başka bir xil, bunun bir qancha kelimeni qo'shib qo'ydi, bu başka. Ama biz yani Müslüman yani sünnet deb itiqad qilib bu itiqadga asosan biz o'sha hadisda qanday deb rivoyat qilgan bo'lsa Abdullah ibn Zayd va uning boshqa sahobalarniki hadisga asosan shu shaklda aynan bir shaklda ashundaqcha azanchi o'qish kerak muazzinlarning. Bunuga endi bir narsa qo'shib qo'ydigan, masalan ashhadu anna la ilaha illalloh deydigan, masalan hayya ala hayril amal deb Şialarnikida qilib qo'ygan bu durustchu emas. Biz uni qilmaymiz. Aş hadis qanday degan bo'lsa 15 kelime yoki 17 kelime, mushun aynini shundaqcha deymiz çünkü bu ibadet. İbadeti bir adam o'zi xohish bo'yicha agar uni bir narsa qo'shib qo'yib qan bo'lsa, u mardud, u islom dinidan hisoblanmaydi. Şuna mana buni Peygamber aleyhissalatu vesselam mana Ayşe radhiyallohu ta'alaninki hadisida shundaqcha degan. Men ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fawaraddun. Ondan o'g'andan keyin azam ibadet o'g'andan keyin ibadet qancha kelime, takbir qancha kelime bo'lsa aynan shundaqcha deyish kerak. Buni bir odamniki uni buni deb qo'shib qo'yishga qattiqcha bo'lmaydi dedi. Ondan o'g'andan keyin namozdagi azan o'qishdan burun mesela başka yerlarda bor. Bilimi deb salatı bilimi deb yeni bilimi deb uningdagi azan o'qiydigan azan o'qib bir narsa qilish bu degandek to'g'richa emas. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis aş şekilde olan aş şekilde kılış aşçı xalqlarning namozdagi vaqtini kirganlikka namozdagi kirganligi uqtirishga aş kifoyachi qiladi. Bu bekitilgan bu şekilde kılış kerak. Yeni bir qilib azan o'qilgan vaqti o'zida masalan Eşhedü enne Muhammed Resulullah, eşhedü enne Muhammed Resulullah deb süflab bu ko'ziga bunda bir surtadigan bir odat bor. Bunuga asosan mana ba'zi olimlarimiz shundoq eşhedü enne Muhammed Resulullah degan vaqt o'zida mana ashuni deb nima deb biz eşhedü enne Muhammeden abdu ve rasulu raziytu billahi robban ve bil islam dinen ve bi Muhammedin nebiyyen degan Muşun diş arkalık kolu sütlep, bunda közgü nemi kısa, közü bek ravan, boludu deydiğen, kılı boludu deydiğen bir adet nememiz var. Bunuğa hem bazı muhaddis alimlerimiz rivayet etken bir hadisken, bu hadis degandek yani sahih emas, ama kısa, yani sahih olmagan deken, kısa degandek nem bo'lmaydi, ama qilmasa nemiş kıldın demeymiz. Eğer onu teberruken, Aş Peygamber aleyhissalatu vesselam ismi çıkandan keyin bunun asasen muşnu bir bup qalamdaki degan bir itiqatdan qan bo'lsa, inşallah ko'zning shifolik bo'lishi muqarrar. Çünkü bu Allah'nınki Peygamberin ismi elinde bunun bilan jazman u shifolik verish, yani o adamning shifo qilish qilmasi o adamning niyatiga bog'liq. Anda o'g'aning bunun asasen unda qisaqmi, o mucho ancha nemischo emas. Şuna bunun da Şeyh İsmail Acudini degan adam Muşu iki közünü silash meselesi de bir neme kitap neme kıptiken bu nemdi bu adam dep muşunda da bekitipti ama bu degandek Peygamber aleyhissalatu vesselam'niki qilgan bir hadis degandek yani sabit sahih emas deb qaraldi ekan şuna bununga hech qanday bir marfu bir hadischu emas. Anda o'g'andan keyin buningga diqqatchi qilish kerak. Iloji kim bor bunda bir ishni qilmaslik uchun kerak Peygamberimiz sabit olmagandan keyin buni diqqat qilish kerak. Yeni birisi azan o'qigan vaqtda azanni naqshida o'qishga bo'lmaydi. İxtiyor qilib naqshininki shakliga tushirib, ahanga tushirib o'qishga bo'lmaydi. O'qilgan bir shakl va shu bo'yicha o'qish uchun kerak. Yeni bir diqqat qilgan ish, masalan, Bamdad azandan burun tasbih o'qiydigan ishi var. Mesela Pakistan başka yerde de okuydu, başka bir dualarını okuydu. Bu degandek nememiz şu emas. Bu makro Peygamber aleyhissalatu vesselam'daki davrda qilmagan, hech qanday bir narsa qilmagan. Yeni bir sanada ekan, yeni başka yerde deyildi, qildigan ishlar. Şu azan o'qishdan burun Peygamber aleyhissalatu vesselam'a durt yollaydigan bir ish var. Bu degandek to'g'richu emas, bu bir bid'at, bir shakl. Yani biz onu kısıp kessek Peygamber aleyhissalatu vesselam'nınki muazzin kısmı olmaydı.
Muazzin azan o'qib bo'lgandan keyin biz avvalda degandek payg'ambar alayhisolatu vassalamga durud yo'lishi va undan keyin Allohumma robba hazi da'vati tamma va salatul qoima degan shu duoni qilish kerak. Bu mana sunnatga muvofiq qon bo'ladi. Endi azonniki ma'nosi kelsak, azon islomning bir shuari. Azon degan mana islom dinidagi e'tiqodiy, ibodat va undan boshqa hamma narsani shu o'z ichiga olgan bir umumiy bir nima o kelima. Yig'inchoq bir so'z. Anda o'g'anniki bu so'zniki ma'nosi Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar degan. Alloh cho'ngdir degan gap. Alloh cho'ngdir, hamma narsani ulug', katta dur deganini bildirdi. Ashhadu an la ilaha illalloh. Allohdan boshqa hech qanday bir iloh yo'q. Faqat Alloh bor ekanligini guvohlik beraman. Men mu'min bo'lgandan keyin butkul bir yer berib qolsam, yo boshqa filanni chiqib qolsam, Allohning bor ekanligiga men jazman ishongandan keyin u ishini shu darajaga bordiki, ma'naviy bir narsa ko'zim bilan ko'rgandek bo'ldi. Men buni ko'zim bilan ko'rdim deb shu guvohlik beraman degan gap. Ashhadu anna Muhammad rasululloh degan payg'ambar alayhisolatu vassalamniki payg'ambar ekanlikka men yani aralığımız 1500-400 yıldan asımı men ko'msam o zatni men ko'rgandek payg'ambar alayhisolatu vassalamning Allohning elchisi ekanligiga men guvohlik beraman degan gap. Hayya alas-salam namozga kelinglar degan gap. Hayya alas-salam namozga kelinglar. Hayya al-falah, hayya al-falah namozga yani falahqa yani qutquzish, nijotlikqa kelinglar degan gap. Endi namoz kelinglar degani endi namoz hammamizga ma'lum islom dinida la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb kellar birinchi bo'ladigan farz namoz. Namozning oldiga o'tadigan bir ibodatchi yo'q. Shunga bu azon demoni namozga kelinglar deganing o'zi shu bu. Çünkü ba'zi odamlar deydi, bir rayonlarda azon o'qilib masjidda o adam şu azanı anlap durup o adam mescid kelmey. Ajda uyda namaz okuasa namaz şu namaz emez. Özürsiz ajda turvasa degan şu hükmü var. Çünkü nima için namaz kılınlar muhabbet adam var devadı da biz namaz kılın degan bunun icabet kılışımız biz farz. Bu icabetki biz unutmasa qanday olurdu? Günah olurdu, kebir olurdu. Şunun için ve şu adamlarımız şu cemaat çıkıp namaz okuşunki özünü farz deganlar var. Farz degandan yani kimiki bir adam mescid namaz okumaydigan namaz emas demakchi yani. Namazning ichidagi altda va sirtdagi bir qancha farzlar shuni o'xshash farz deydi. Buni degan gap. Endi namozning o'qishning o'zini ayol falah dedimdi. Najotlik dedi. Chunki namoz degan bir odamga nisbatan bu dunyo va oxiratlik najotga qutuldirgan bir ibodat. Namazın ki doğru olduğunu şu Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem birinci olup sorulduğunu o adamın nispeten namazı sorulduğu hadisi var. Hem Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem namaz gen o adamın nispeten nur hem hüccet dolu diyen gibi yani müzünki yani mümin ikenliki hüccet çok bildirip verir diyen hadisi var. Hem Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadisi da küfür bilen Müslümanın ortasındaki fark namaz diyen var. Onda olan diken yeni bir hadisi de Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem namaz gen İslam dininin türü diyen var. Onda olan diken bir adam namaz keldi diyen gap. Yani İslam dinindeki umumisi bu adamda vücudu urullaştı. Yani kutuldu dünya ve ahirete necatı erişip gitti. Muşunu kilinglar diyen gap şu bolu deyildi falan. Qadqa mesela deb takbir desek namaz şu hazır tuğulvadı da namaz okulvadı namaz hazır boldu. Namaz hazır boldu namaz hazır boldu diyen gap. Ayat kışıp ekip oldu muazzin. Onu deyken takbir okudu takbir okuğa vakti üzeri qadqa mesela dedik. Qadqa mesela diye vakti muazzin. Hem de kışıp geldin namaz hazır oldu kulak kıkılına diyen gibi. Şuna şu yalakın muazzin neme imam cemaat şu muazzin katkal mesela diye vakti kulak kıkıp namazı başlap olsun deydim. Bu önemli diyen gibi. La ilahe illallah hemmemizin mağdum. Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah. Şuna bu muazzinin azanının ki bu nemisi mühendis tügüde. Bizninki bu katimki azan üstüdük boğan programımız tügüde. Yeni bir kata görüşkişçe Allah'a amanet olunlar ve ahir davana enelhamdülillahi rabbil alemin. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى
ندعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي